Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Men Parday Shavkat Ahmadovich, Fanning Saytu boshqaruvchisiman. Sizlar bilan tadbirkorlar bilan 2025-yil 20 sanasi soat 14:00da tadbirkorlar uchun belgilaganmiz. Shunda nimaiki muammo, nimaiki takliflar bor, buni boshlandi. Men Nurlayev Sanjar, Obodtirish mahallasidan turaman. 5 million so'm kredit bersangiz so'rayman. Hokim yordamchisidan 10 millionga ma'qul ko'rish asosida kredit ajratyapmiz. Hokim yordamchimizdan arz ajratasiz, shu ishni biz chiqarib ajratib beramiz. Men Butera Ferza, menga mikrofon berishlarni so'rayman. Siz mening mahallamdan o'z-o'z band qilasiz. Soliqdan kafillik asosida ayollarga 24% 5 yillik muddatga kafillikni 24% ajratamiz. Hujjatlarni berasiz, fikrlarimiz mahalla bankdan 3 kunda ajratib beramiz. Men Mustafa Viloyat Quduqsoy mahallasida yashayman. Meni 10 million so'm ijtimoiy yordam kredit ajratishingizni so'rayman. Ijtimoiy kredit beramiz. Hokim yordamchimizdan ilk aytganimizdek tavsiyanomani arz tashlaysiz. 3 kundan chiqarib beradi. Men yangi zamin firmasida boshqaruman. Menga 100 million kredit bersangiz. Yo'q, qaror asosida 20% asosida kredit beramiz. Aylanmalar mavjud bo'lsa, hujjatlarni taqdim etasiz. Hujjatlar ko'rib chiqadi. Bank aylanmalari mavjud bo'lsa, bizga uzoq 4-da chiqarib beramiz. Mahallada mahallamizda Emilova Shavkat bo'laman. 5 million so'm kredit bersangiz so'rayman. Sizlar bu ketgan bo'layda 5 million bo'ladigan bo'lsa, naql ko'rinishda chiqarib beramiz. Hokim yordamchisidan tavsiyanomada aytasiz. Bekalab 3 kunda chiqarib beradi. Bizga ro'zg'or kelgandan keyin. Men Abduqadirova Mahsumaman. Quduqsoy mahallasida yashayman. Chorvachilik bo'yicha 10 million so'm kredit berishingizni so'rayman. Bizga bular singari naql ko'rinishda bo'ladi, chorvachilikka naql ko'rinishda kreditlarimiz bor. Hokim yordamchisi tavsiyanomasi ajratasiz. Bizga davlat namoyasi kelgandan keyin 3 kunda chiqarib ajratib beramiz. Men yangi taraqqiyot oilaviy korxonasining rahbari bo'laman. 3 qaror bo'yicha kredit 100 million so'm kredit berishingizni so'rayman. Bank aylanmalarni ma'lum qilgan bo'lsa, 20 yildan xorij ko'rsatgan amirlikdan oshgan bo'lsa, hujjatlarni taqdim etasiz. Inspektorlarimiz ham hujjatingizni ko'rib chiqadi. To'g'ri kelsa, sizdan chiqarib ajratib beradi.